Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Bugungi kitobxonlik haftaligining ochilishi munosabati bilan sizlarni ham chin dildan tabriklayman. Va o'zingizlarni yoshingizga munosib bo'lmagan kitobni olgandan ko'ra, mana shu yerda mana 3 ta kitob bu. Birinchi, ikkinchi, uchinchi adabiyotga tegishli, aynan sizning yoshingiz uchun mo'ljallangan adabiyotlar bu yerda saralangan va ko'rgazmaga qo'yilgan. Va yana u tomonda mana to'g'rida sizlar uchun bolalar adabiyoti alohida ochiq qolmasdan, shayton yo'ldan turmasdan, otadan yuz bermasdan maktabdan ochish kerak, qanot chiqarish kerak, kitob bering. Xazinai jahon kichik Abu Rayhon o'ziga qarab hayron, bolaga kitob bering. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Ko'zi ochiq ko'rmasdan, shayton yo'ldan urmasdan, otadan yuz burmasdan, bolaga kitob bering. Yo'lda qilmasdan, peshonaga urmasdan, kimga quchoq bermasdan, bolaga kitob bering. Onlar kabi yurganlar, xon saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. So'ng sayinlarim, yurakka sayinlarim, avliyozod nurlarim, bolaga kitob bering. Ko'kak kelib yurganlar, ko'kam saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Keksa qilich bo'lsin-u, kitobga o'ch bo'lsin-u, yengilmas kuch bo'lsin-u, bolaga kitob bering.